Ular kunduzi do'ying ishlasa, ketsa muhabbatga chavoq chalatdi. Shuningdan boshlab bolaning ishlari o'ngishli bo'lib ketdi. Hamda Pari bilan to'y qilishga bitishdi. Lekin uning bu yolg'on chechi uni azoblayotdi. To'yga 3 kun qolganda u oxiri chidamay haqiqiy ahvolni aytish uchun Pariga uchur yo'llab, aslida o'zining toz ekanligini aytdi. Adash, sarang o'p qasangmi xotin haqi siringni berma. Yo'q adash, haqiqiy muhabbat degan ochiq oshkor bo'lish kerak. U mening samimiyligimdan cho'qim ta'sirlandi. Qarab ketsin unda samimiylik. Ochangning erimi ta'sirlanmaydi unda ishlarga. Tozning aql tushtinkin deb nim bo'atida sang tushtinkin bo'lganda. Lekin bizning bola og'insining gapiga pisand qilmay, balalik qilib uchurni Pariga yo'llab etdi. O'ylamagan yerdan qiz o'ltirish qilayotgan Pari xuddi hech ish bo'lmagandek to'yning tayyorlik to'g'riliq masala so'raydi. Bo'ldi, ishim bitdi. Men haqiqiy muhabbatni tepibdiman. U qiz mening chiroyimni emas, axloq fazilatimni yaxshi ko'rdi ekan deb xotirjam to'yni boshlab etdi. To'y intayin dog'dug'liq bilan o'tkazilyotdi. Dal mushunda qizg'in kayfiyat ichida yirtiq ishtondan bir nima chiqqandek, yigit beshi telefonni ko'tarib, "Oqsham nemishga menga manda uchurlarni avatding?" deb so'raydi. Amaliyotda tunigan oqsham barliq haqiqiy ahvolni uchur qilib, qiz do'stimga avatdiman deb og'insiga avatib qo'ygan edi. Demak, Pari teqib bolaning chechini rost deb yuratdi. Bola bir to'p tantana qilayotgan odamlarning orasida xuddi chivin yavag'andek o'ltiratdi. To'y ketsi, bolaning beshi intayin qatdi. Qanday qilish kerak? Taliga yarasha Pari jang maydonida uxlab qolgan edi. Ammo o'sruqning ovozini yo'qotgani bo'lgani bilan furqini yo'qotgani bo'lmaydi. Har qanday shomini oshkor bo'ladi. To'yning atsi bo'lganda Pari yo'ldishining asli kiyimchash kiyib olganligini bilib qilib, "Voy allakalla voy qanday qilay?" deb malisni beshiga kiydi. Hamda bolaning chechini yudib qo'liga ap berib, uyini tashlab chiqib ketdi. Bola buning hayron qoladi. Shoshliqning ishini deb ajrashganini ko'rgan, ochliqning ishini deb ajrashganini ko'rgan. Hamda bu choshliqning ishini agita qochdi. Bola Parini izlab berib, uning bilan davlilashmoqchi bo'ladi. "Hey, nim bo'pti? Nimanda qilasiz? Tasosam nim bo'pti? Napoleonmi tazg'u, Gandhimi tazg'u, Jason Stantasmi tazg'u? Tanliq odamlarning qaysi birisining chech saqqagan? Chukdak ishqini manchilar qilib ketsiz. Chunki men degan meyni cho'qib shayg'iga tegish kerak. Umisi zo'pingimiz xo'da bo'lmaydi. Men uchun go'zallik eng muhim. Mening o'pchirdiklarimmi, uydiklarimmi, hammasi go'zal bo'lishi kerak. Men sizdan pulingiz bo'lsin dedim-mi? Boshqa narsangiz bo'lsin dedim-mi? Shay bo'lsangizla bo'ldi-ku. Ha? Shay bo'lsin degan gunoh mendimi?" Shu kundan boshlab bola Parining ko'nglini yondirilish uchun qilmagan qiliq qolmaydi. Natijada ajrishish xatini topshirib oladi. Hamda bolani yolg'on chash bilan qizvolni aldab ilib olgan bu to'y inovatsiz deb arz qiladi. Bola bu ishdan portlab ketgudek bo'ladi. Lekin o'lmakning ustiga tapmak degandek bu ish gezkim chiqib ketadi.